Xabaringiz bor, bu yil yurtimizda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari 24-may sanasida o'tkazilishi belgilangan. So'nggi qo'ng'iroq har bir inson hayotida unutilmas, samimiy xotiralarga boy kunlardan biri. Ustozlar mehri, do'stlar bilan o'tgan yorug' kunlar, sinf xonasidagi kulgular va hayajonlar. Bularning barchasi xotiralarda abadiy muhrlanadi. Yurtimiz bo'ylab so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari o'zgacha ko'tarinkilik bilan o'tkazilmoqda. Xususan poytaxtimizdagi Humo Arena majmuasida ham sana munosabati bilan unutilmas oqshom bo'lib o'tdi. O'zbekiston filarmoniyasi tashabbusi bilan o'tkazilgan gala konsertda yurtimizning taniqli san'atkorlari bir sahnada jam bo'ldi. Qalblarni hayajonga soluvchi so'nggi qo'ng'iroq sadolari oldidan O'zbekiston filarmoniyasi tomonidan tashkil etilgan gala konsert yoshlarga o'ziga xos kayfiyat ulasha oldi. Bugungi bo'layotgan filarmoniya shou dasturimiz ham aynan o'sha juda katta loyihalarning bir qismi hisoblanadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Bizga ma'lumki 25-may hammamizni bitiruv kunimiz hisoblanadi. Ijodkorlar, san'atkorlar hammasi yoshlardan iborat. Biz o'ylaymizki, yoshlarimiz, bugungi kelgan muxlislar, konsert ishtirokchilari juda ham mamnun va shu konsertdan xursand bo'lib, ruhiyatlari ko'tarilib, kayfiyatlari ko'tarilib, bu konsertdan xursand bo'lib ketishadi. Estradamizning yorqin yulduzlari jam bo'lgan oqshomda eng sevimli hit taronalar kuylandi. Maktabni bitirganiga necha yil bo'ldi? 15 yil. 1 oy 2 oy oldin bordim. Shunda o'qituvchilarim har biriga kirib, yo'qlab, hol-ahvol so'rab chiqdim. Ba'zi birlari yo'q ekan, ba'zi birlari shu ekan. Hali ham o'sha o'qituvchilar o'zgarishmagan. Alloh umrlarini ziyoda qilsin, doim yosharib yurishsin. Umid qilamiz, yangi hayot ostonasida turgan bitiruvchi yoshlar uchun tashkillashtirilgan yulduzli oqshom ular uchun eng unutilmas xotira bo'la oldi. Bitiruvchiligi tilagan o'qishlarga grantga kirib ketsin, hammasi ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin. Hammasi chotki bo'ladi. Hali hayotda zo'r bo'lib ketishadi. Omad tilab qolaman. Kelajakda katta-katta yutuqlarga erishishni tilab qolamiz. Har minutda, har sekundda kerak bo'lsa maktabni eslab turish kerak. Buni gashti boshqacha shuni esinglardan chiqarishmasa bo'ldi. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbosarov, Zohid Mamasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.